Когда я слушала Байдена, Men Baydenni tinglar ekanman. U o'rta va yuqori sinf amerikaliklar uchun soliqlarni oshirishni gapirdi. Buning ortidan men kabi fuqarolarning topgan pullarini yo'qotishi mumkinligi menga albatta yoqmadi. Shu bois men Trampni saylashga qaror qilgandim. Bundan tashqari yana bir holat mening e'tiborimda bo'ldi. Tramp immigrantlarga qarshi bo'lsa-da, Obama rahbarligi davrida Tramp davlatni boshqargan davrga nisbatan nolegal immigrantlar ko'proq AQShdan deportatsiya qilingan. Ana shularni deb men Trampni saylashga qaror qilgandim. Во время правления Обамы больше были депортированы нелегальные жители, иммигранты, то есть из Америки, чем во время правления Трампа. Вот чисто из-за этого я решила выбрать Трампа. Saylov yakunlari Amerika xalqining tanlovini aniq ko'rsatib berdi deb o'ylayman. O'zbekistondan kelib, mana shu yangi vatanda deylik, Amerikada o'zini hayotini, farzandlari, o'zini kelajagini shu diyor bilan, shu mamlakat bilan, shu yer bilan bog'lagan, kelajagini shu joyda ko'rgan insonlarning aksariyati, rostini aytish kerak, Donald Trump tarafdori edi. Kelib, masalan, ma'lum ishlarni qilib, hayotiy ba'zi bir rejalarni amalga oshirib, yana qaytib O'zbekistonga bormoqchi, ketmoqchi bo'lgan, yoki o'zini aytganimizdek kelajagini bu davlat bilan bog'lamoqchi bo'lmagan, befarqroq bo'lgan insonlarga deymizmi, balki bu noto'g'ri ibora bo'lsa kerak, ular Jo Bayden tarafdori bo'ldi. Chunki mana shu saylov jarayonida bir yildan beri qarib u tomon, bu tomon nomzodlarning tarafdorlari bilan ko'p muloqotda bo'ldim. Bilasiz, Telegramda kanalim bor, endi Facebookda ham bir muncha faolman. Bu masalalar ko'p odamlar bilan uchrashaman, ko'p tadbirlar bo'ladi, boshqa narsalar bo'ladi. Agar biz tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan, bu yerda bir ish bilan mashg'ul bo'lib, aytganimdek, o'zining va farzandlari kelajagini Amerika bilan bog'layotgan, umidvor bo'layotgan insonlarga Donald Trump yaxshiroq. Noan'anaviy siyosatchi sifatida deylik, ham tadbirkor, taniqli tadbirkor, muvaffaqiyatli tadbirkor sifatida bizni insonlarga shunga moyillik ko'proq edi deb o'ylayman. Albatta, demokratik tamoyillar, demokratik davlat qonunlari, tamoyillari nuqtai nazaridan juda yaxshi saylov bo'ldi. Xalq o'zini sayladi, vakilini, o'zini prezidentini sayladi. Lekin agar iqtisodiy, ijtimoiy nuqtai nazardan qarasak, bu meni shaxsiy fikrim, Amerika jamiyati uchun bu orqaga qaytish, orqaga qadam bo'ldi deb o'ylayman. ببینید تمامی نظرسنجی ها میگویند که اشتراک مردم بسیار فعال بود و این رو همچون یک رکورد هم عنوان کردن. مردم به نهایت Kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, saylovga xalq juda faol ishtirok etdi. Hatto rekord o'rnatildi deyishdi. Joriy yildagi saylovni xalq jiddiy qabul qildi va unda ishtirok etdi. Xalq toza nafasni istagandi. 4 yillik faoliyati davomida Donald Trump xalqni biroz charchatgandi. Amerikani immigrantlar mamlakati ham deyishadi. Biroq qudratga kelganning ilk kunidan boshlab Donald Trump immigrantlarning imkoniyatlarini cheklash uchun ko'p intildi. AQSh va Meksika o'rtasida devor rostladi. Bir qator mamlakatlar fuqarolarning mamlakatga kirishini taqiqladi. Hatto Green Card o'yinini ham bekor qilishni istadi. Bularning barchasi Amerikaning keng qatlamdagi aholisi kayfiyatiga jiddiy ta'sir qildi. Buning ortidan xalq toza nafas kirib kelishiga umidvor edi. Baydenning Oq uyga kelishidan ular mazkur qiyinchiliklar o'rtadan ko'tariladi degan umidda. Baydenning o'zi ham saylovoldi kampaniyasida muhojirot siyosati yuzasidan ko'p va'dalar berdi. AQSh uchun dog'ga aylangan va George Floyd o'limidan so'ng keskinlashgan irqchilikka barham berishga qaratilgan va'dalari bor. Baydenning bu masalalar yuzasidan saylovoldi dasturlari odam
odam ko'nglini ko'taruvchi. Menimcha 3-noyabr kuni Amerika xalqi mamlakatning bugungi siyosatidagi ana shu toza nafas uchun ovoz berishdi. Xudo xohlasa, ana shu maqsadlarga erishadi ham. Chunki Bayden katta tajribaga ega. U 50 yildirki Amerikaning siyosat qozonida qaynab keladi. 8 yil vitse-prezident bo'lgan. Bayden Amerikaning ichki va tashqi siyosatining murakkab tomonlarini juda ham yaxshi biladi. Umid qilamizki, bu masalalarni amerikaliklar manfaati yo'lida hal etish uchun uning vaqti yetadi. Amerikada muqim yashaydigan tojiklar boshqa muhojirlar qatori saylov natijasini yaxshi qabul qildilar. Chunki yana bir bor takrorlayman, saylov shaffof o'tdi. Quvonarli tomoni esa shundaki, Amerika demokratik davlat va bu yerda yashaydigan tojikistonliklar uning saylovi natijasini qabul qildilar. Zero yana bir bor takrorlayman, Bayden immigratsiya siyosatiga ezgu qarash bilan yondashishini va bu yo'lda yangiliklar kiritishini va'da bermoqda. Shuning uchun ham biz xursandmiz. Bayden g'alabasini quvonch bilan qarshilarkanmiz. Ushbu voqea Amerikadagi demokratiyaning tantanasi degan fikrdamiz. Dar siyosati muhojiratаш назари нег, нигоҳи нег ёки навгониҳои зиёд ро ҷорӣ мекунад. мо албатта хушҳол ҳастем, мо албатта хурсанд ҳастем ва истиқбол мекунем аз пирӯзии Байден ва фикр мекунем ки ин тантанаи воқеии демократия дар Амрико аст. Посторонний наблюдатель, независимый наблюдатель, как админ, я могу сказать. Xolis, betaraf va mustaqil kuzatuvchi, qolaversa oddiy fuqaro sifatida shuni ayta olamanki, mazkur saylov ushbu davlat ikkiga bo'linganini namoyon qildi. Saylovni aytish mumkinki, mini referendumga mengzasa ham bo'ladi. Kim qaysi tomondaligini aniqlab bergan bir referendum. Hozir biz har ikki tomondan ham deyarli o'xshash raqamlarni ko'ryapmiz. Ikkita Amerika mavjudligini ko'ryapmiz. Biz bir mamlakat ichidagi ikkita mamlakatni ko'ryapmiz. Ushbu saylovlar chindan noodatiy va xatarli. Vaziyat tezroq oydinlashishini istardim. Идентичные номера с двух сторон. Мы видим существование двух Америк. Мы видим две страны в одной стране. И вот эта ситуация, эти выборы, они действительно очень необычные и очень опасные. И я хочу, чтобы все это прояснилось как можно скорее. Вообще, чудо Америки заключается в чем? Umuman olganda, Amerikaning mo'jizasi nimada yashirin? Amerika buyuk mamlakat. Bu hokimiyat xalqqa tegishli mamlakat. Bu Kongress, Senat va boshqa institutlar orqali hokimiyat xalq vakillari qo'lida bo'lgan bir mamlakat. Ya'ni Amerika bizning tasavvurimizdagi an'anaviy, bizdagidek va ko'plab boshqa mamlakatlardagidek hokimiyat absolyut ravishda prezident qo'lida bo'lgan mamlakat emas. В смысле, вот как в наших странах, где президент имеет практически во многих странах абсолютную власть. То есть, конечно, победа Байдена – это психологическая победа, люди отмечали это, торжествовали. Xullas, Bayden g'alabasi u psixologik g'alaba. Uni odamlar ko'chalarga chiqib tantana qilishdi, nishonlashdi. Lekin shu qatorda hozir biz murakkab haqiqatning guvohimiz. Ikkinchi tomon saylovni tan olmayapti va oyoq tirab turibdi. Bu hol qachongacha davom etishini ham, hokimiyatni topshirish tinch o'tishi qaysi shartlar asosida amalga oshishini Bayden o'z raqiblari bilan kelisha oladimi? U sobiq ma'muriyatning ayrim qarorlarini bekor qila oladimi? Buni ham bilmaymiz. Bayden shu yo'lda ishlaydi. Chunki AQShda prezidentlik instituti bu to'laqonli, keng ko'lamdagi hokimiyat emas. Prezidentlik instituti bu keng ko'lamdagi ish. Sen prezident etib saylandingmi, ishlashingga to'g'ri keladi. Shuning uchun umidim shuki, Bayden yaxshi va betinim ishlasin va u ana shu buyuk xalqni birlashtirsin. Eng muhimi, bu mamlakatda provokatsiyaga yo'l bermasin. То, чтобы Байден работал хорошо, работал усердно и чтобы он смог объединить эту великую нацию, чтобы он не позволил, кстати говоря, не позволил никаких провокаций в этой стране.